Hammaga salom, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar, qanaqasizlar? O'zlar bilan charchamayapsizlarmi? Men aytaman-da, bu dunyoda ona 4ta, 5ta, 6talar farzand tug'adi-da. Nima uchun qizlarni boshqacha ko'rishadi-da, o'g'illarni yaxshi ko'rishadi? Hech sezganmisiz? Sizda ham shunaqa bo'ladimi? O'g'il bolalarni sevadi-da onasi, qizlarini sevmaydi. Men shunga tushuna olmayman. Bo'lmasam hammasi bitta qorindan tushadi-yu bolalar. 5ta, 6ta masalan bitta ona 6talab, 7talab tug'adi. 3ta qiz, 3ta o'g'il yoki 2ta qiz, 3ta o'g'il, 4ta o'g'il bo'ladi-yu. Nima shunaqa bo'ladi? Sizda ham shunaqa bo'ladimi? Tushuna olmayman-da. Shuna bo'lmasam hammasi o'zini bolasi-yu. Bir xil ko'rish kerak onalar, to'g'rimi? Hozirgi paytda shunaqa bo'lib ketibdiki, onalar ham qaysi o'g'li yoki qaysi qizi pul topib, yaxshi muomala qilsa, o'shanga olib ketayotgan ekan. Pul topmasdan, anaqa yaxshi bo'lmay qolsa, boshqacha bo'lib ketar ekan. Shu insofdanmi? Yo, bir xil onalar bor, puli bo'lsa ham, bo'lmasa ham, bolam deydi. Lekin hozirgi paytda shunaqa odamlar ko'payib ketibdiki, qizini nariroq qilib, o'g'lini oldiga olgan. Oy chiqsa ham, kun chiqsa ham o'g'limga, pensiyasini ham o'g'liga beradi, boshqa qiladi. Chunki o'g'ilda. Agar shu o'g'liga bitta nina kirsin, nima deydi, badaniga nina kirsin, qanaqa bo'lib ketadi onalar. O'shanga hech tushuna olmayman. Nima shunaqa ekan hayot? Bo'lsa hammasi o'zini bolasi-ku. Men nima deb o'ylayman? Hammasi pulda. Hozir oldin bunaqa emas edi. Hozir jigarlar bilan yuz ko'rmas bo'lib ketdi pul uchun. Onalar bolalari bilan yuz ko'rmas bo'lib ketdi pul uchun. Shunga tushuna olmayman. O'zi hayotga bir marta kesuv. Endi bir eshitib qoldim-da bittasidan. O'rtog'im tanishdan eshitib qoldim, shu gapirib berdi, hozir yig'lab. Endi mayli, nima qilasan, Xudo hayot davom etyapti-yu, men bola chaqang, o'zing, nevaralaring o'tiraverasan, nima qilasan endi desam, hayotdan xafa bo'lib ketasan-da, o'rtoq deydi. Inson bersin shunaqa onalarga. Shunaqa onalarni eshitganmisizlar? Qizini отдельно qilib, vashi bir tingamaydi, o'g'illariga paxta qo'yadi mana shunaqa qilib. Qarang, hayot. Nimaga unaqa ekan? Oxir zamon yaqinlashayotganmikin? Tavba, astag'firullah. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilayman, jonlarim, sog' bo'linglar. Qizlarni ham sevinglar, onalar sal.